Koreyada Everbestchilar haqiqatdan ko'p, lekin ayniqsa Inha kirganlar ko'p. Biza Doğru. Inhada Everbest filialini ochamiz deb yuridik hazillashib. Bari GPA alış qiyin. Ular o'ylamaydi, masalan, Amerika borishni o'ylab oladilar. Xo'p, Amerikaga borgandan keyin nima degan savoli, masalan, bermaydilar yo qo'rqamilar. Kim desa, ishga olib ketadi, ishlaman desa, men o'qish. Ko'chani mehnatini aytgan emas, to'g'rimi? Dastavka, xot-dog, mashina yuvishni aytmagan, programmist bo'lgan. Programmistmi u yo boshqa narsami? Ko'plar diplom halatmaydi, reytingi ishlamaydi deydilar. Men ishga kirib ketib bilaman-ku, navoda ish boshlasin ular. Hamma narsaga tayyor bo'lib kelishlari. Sen hali polni konsepsiyani bilmasang, sun'iy intellekt navni yozsa, xo'p deb ketishing mumkin. Уже biz ishga kirolmaymiz, masalan, bo'lgan bilimlarimiz bilan degan qo'rquv paydo bo'lgan. Ey, sen yaxshi bola ekansan, neda o'qiysan? Ay, Inhada o'qiyman. Men o'zi ish narsani tayyorlanibman deb ishga topshirib ketish mumkin. Koreyaga уже kelishdan oldin yaxshi bir professional kasb tutish kerak. Dan shuni ustida yaxshi fundament qo'yib, keyin borish kerak. Hammaga assalomu alaykum. Global Minds podcastimizni navbatdagi soni. Bugun Koreya davlatida o'qib, ishlab kelgan yigitimiz Nodirbek. Xush kelibsan. Rahmat. Nodirbek, o'zing haqingda boshida qisqacha aytib berasan, tomoshabinlarimiz seni yaxshiroq tanib olish uchun. Men ismim Nodirbek, 24 yoshdaman. Koreyada o'zimni hozirda bakalavr yo'nalishi bo'yicha 4 yil o'qib, ham shu vaqt ichida freelancing ishlarni atib, diplom olgandan keyin full time, part time, project based ishlardan ham o'zim sinab, shu sohada experience olib ishlab qaytdim. Shu bo'lgan tajribamni xudo xolasa shu audiens bilan bo'lishni. Zo'r. Boshida sal tarixga qaytamiz. Everbestda o'qigansan, IELTS olgansan bu yerda, to'g'rimi? Молодец. IELTS'ing necha bo'lgan? 6 bo'lgan. Shu o'qishga topshirishdan olganmiz. Zo'r. Koreyaga ketish fikring nechik paydo bo'ldi senda? Umumiy Koreyadan bo'lsak, o'zimda shaxsiy Koreya degan narsa yo'q edi. Endi do'stlarim orasida, jo'ralarim orasida shunday influence bo'ldi. Koreyaga kelganlar masalan soni ko'paydi. Everbest o'qib chiqqan o'quvchilardan. Keyin shular bilan bir aloqaga chiqib, nechik onda vaziyatlar, nechik o'qish masalalari, masalan, ishlash vaziyat masalalari nechik deb bir so'rash bo'ldi. Qarasam shunga qiziqib qoldim. Shular influence-ma ta'sir etdi. Qarasak men expectation'ima, ya'ni to'g'ri keladi, ishlashi, o'qish nalari, balanslari. Shu bo'lib, adashmasam 3 bo'lib ketdik. Abdullah Ikbarjon degan o'rtoqlarim bo'lgan. Shular bilan hamma dokument topshirish, даже IELTS hamma narsalar birgalikda shu yo'l bilan ketganmiz Koreyaga. Koreyada Everbestchilar haqiqatdan ko'p, lekin ayniqsa Inha kirganlar ko'p. Biza Inhada Everbest filialini ochamiz deb yuridik hazillashib. Taxminan necha bola o'qigan deb o'ylaysan Inhada? Aniq bir son aytib o'lmayman, lekin haqiqatda o'zlarimiz community bor. Everbestdan bo'lgan, ayniqsa Inhada bir 90% Everbestdan chiqqan o'quvchilar, o'shada studentlar o'qib yuribdi. Taxminiy nomer bir son aytadigan bo'lsam, bir 100 dan ortiq deb bilaman. Endi bakalavra grantga kirish mumkin yoki qanaqadir chegirmalar olish mumkin, to'g'rimi? O'zingning nalangga, GPA'ga qarab, ballaringga, IELTS'ga qarab. Lekin sen 2-yili, ya'ni yaxshi o'qiganing uchun grant yutgan ekansan. Shu haqida ozgina aytib ber. Boshida aytadigan bo'lsam, IELTS Administration уже kirish imtihonlarini boshlaganman Inha bilan. IELTS narsa shu bu Inhadan haqiqiy xat olgandan keyin, masalan, kirish admission xat olgandan keyin topshirib berishga kelishganmiz. Xo'p, birinchi kontrakt offer etganlar, kontrakt sifatida asosida kirganman. Kontrakt asosida kirib, boshida bir semestr full kontrakt o'qidim. Keyingi GPA'ni 3 dan yuqori ushlab, 3 dan yuqori ball olib, 33%gacha ko'tarishga muvaffaq bo'lganman. O'zbek bola borib bu yerda Koreyada yaxshi GPA'da o'qishni nechalik qiyin? Xo'p, endi hammani o'zini urinishini, harakatini qaraydi. Masalan, ham o'qib o'zim expenslarimni, xarajatlarimni qoplayman degan bola uchun yuqori GPA olish qiyin. Agar ota-onasi finance tarafdan support, ya'ni bank tarafdan ta'minlab turib, to'liq o'qisan, men pul kerak bo'lsa, finance tarafdan biza yordamlashamiz. To'liq o'qib, yaxshi GPA ol desa, oladi. 100% grant yutib oladi. Lekin yo'q, o'zim eplay olaman, ota-onadan kutilmas narsa deb qaragan bo'lsa, o'ta qiyin. Maksimum 50%gacha chiqsa bo'ladi. Tushunarli. Xo'p, hozir Koreyaga topshiraman deb turgan yoshlarga 3 dona maslahat.
Koreys tilini bilinglar. Birinchi koreys tilini yaxshi chuqur o'rganganinglar, ingliz tili sizlar ikkinchi tillaringiz bo'lsin. Bo'dajakim Koreyaga ketsanglar, aniq o'zini har bir davlatni tilini bilib bo'lgan yaxshi. Chunki men minus bo'lgan tarafi eng kattasi koreys tilini o'rganmay ketganim bo'lgan. Shuning uchun shu tajribamdan kelib chiqib aytib olaman, koreys tilini 100% o'rganib, даже sizlar ingliz tilingizdan ham yuqori darajada bo'lishi kerak. Ikkinchi maslahatim bo'lar edi, institutlaringizni backgroundini yaxshilab o'rganinglar. Institutlaringizni reytingini ko'ringlar, chunki ertaga diplom olgandan ham baribir aytadilar, ko'plar diplom hal etmaydi, reytingi ishlamaydi deydilar, lekin ertaga bir yaxshiroq international kompaniyalari, donilgan kompaniyalar topshiradigan bo'lsangizlar, institutlaringiz o'qigan reytingni qaraydilar baribir. Uchinchi maslahatim bo'lar edi, hamma narsaga tayyor bo'lib kelishlari. Chunki u yerga borib hech kim garantiya bermaydi ish topib berishini. Hech kim gal deb 100% yoningda olib, podrishga etib, seni joylashtirib, seni ish bilan ta'minlab qo'ymaydi. Shunga tayyor bo'lib qolishlarini maslahat bergan bo'ladi. Independent bo'lib. Yaxshi. Endi sen Koreyada o'qib yursan, ITdagi hozirgi o'zingni yo'nalishingga qiziqish qachon paydo bo'lgan? Balkim Everbestda vaqtidir yoki Koreya borgandan keyin. Xo'p, Everbest vaqti o'zi asosiy yo'nalishim biznes bo'lgan, savdo-sotiq bo'yicha international business. Yo'nalishim ham aslida diplomim international business and trade bo'lgan. Lekin ITga qiziqishim qachon boshlandi? ITga qiziqishim shu business administrationda o'qishi birinchi semestrdan keyin boshlandi. Chunki Inhada bir semestr o'qigandan keyin theoretical, ya'ni nazariy narsalar ko'p, lekin shular amalda qilish qiyinligini bildim. Amalda pashti ishlamaydigan narsalarni o'rganishni boshladim. Bu menga ertang sens yo'q din bo'lib qoldi. Ma'no ega bo'lmay qoldi, masalan. Shunday bu biznes nazariyalar o'rganganim bilan ertang buni hayotda shunday implementation etish men uchun sal qiyin bo'lib qoldi. Endi boshqalar bilmam, shaxsan men uchun shunday. Shuning uchun Tatuda o'qiydigan donishim bo'lar edi. Ismlarini aytib o'taman. Ways of Azamat. O'zlarini yaxshi coach deb bilaman. Coach deb meni shu ITga qiziqtirgan, shu yo'nalishga kirgizgan mentorim deb bilaman shu domlalarni. Chunki shu bilan onlayn birinchi semestr onlayn o'qiganman O'zbekistonda karantin vaqtida. Shu menga Linux operatsion sistemasini qiziqtirib o'rgatishni boshladi. Kodingga qiziqtirishga kirdi. Qarasam bu narsalar real haqiqiy hayotda ishlaydigan narsalar. Masalan, oddiy koding bo'lsin, veb-sayt bo'lsin, ko'rib ishlatib, user interfayslar yaxshi ishlasa bo'ladi. Ham yaxshi revenue olib keladi boshqa bizneslar uchun. Shu pointdan boshlab shu ITga bo'lgan qiziqishim ortdi, o'zim self study etishni boshladim. Shu yo'nalish bo'yicha institutda ko'p fokusim bo'lmadi, ko'proq fokus self studyga qaradim. Bir savoldan institut o'zida agar sen IT yo'nalish tanlaganingda ham shuningdek amaliy ko'nikma olib bilamading yo faqat teoriyami Koreyadan ham? 100% aniq olib bilaman deb aytolmayman. Chunki to'g'ridan ham IT yo'nalishidan ham 1-2 kurslar olib o'qisa bo'ladi. Biznesda o'qiganingiz bilan ITdagi kurslarni departamentdan tanlab olish imkoniyati bor. Shulardan ham olib o'qib ko'rdim. Yaxshi tajriba bo'ldi ular ham. Lekin sizga haqiqiy, masalan, ishda qilmaydigan tajribalari, ishlarni, laboratoriyani, praktikalarni yo'q o'rgatmaydi. Faqat teoriya ko'p. Aytaylik, bir 70% teoriya bo'lsa, 30% praktik. Lekin meni yo'nalishimda 70% praktika, 30% teoriya yetadi. To'g'ri. Nada aytdim. Internshiplar yo'qmi? Universitet o'zi masalan bir kompaniyaga kirishga harakat etib majburiy, ixtiyoriy majburiy. Endi workshoplar bo'lgan, lekin ular ko'p institut tarafidan ofitsialniy tashkillashtirib berilmagan. Job fairlar bo'lgan. Biz o'zlarimiz Seulga borib, shu narsalarni o'rganib, qiziqib ko'rganmiz. Masalan, praktika uchun intervyu sessionlarni ichib oladi masalan. Borib rekruter HRlarning oldiga borib, topshirib ko'rganmiz. Qarasak tajriba yo'q, qaytadan motivatsiya tushib kelib, o'zi biz ishga kirolmaymiz, masalan, bo'lgan bilimlarimiz bilan degan qo'rquv paydo bo'lgan. Masalan, shularda lekin sizni diplomingiz bergandan keyin institutda siz bilan ish yo'q. Siz ishga kirasizmi yo'qmi, institutda qiziq yo'q. Bu o'zingizga bog'liq. To'g'ri. Hozir shuda bir nani ulab berali, senda qo'rquv paydo bo'ldi, keyin ishatding. Keyin neda kamchilik bor, neda navlar to'g'rilash kerak, shular bitta anglab yetdim. Masalan, nav ustida ko'p ishlash kerak, qaysi skillsga oshirishim kerak.
Ko'p olgan feedbackim dil bo'yicha problem oldi. Koreys tili professional darajaga olib chiqish kerak. Ya'ni koreyskiy kompaniyalari ishlash uchun. Chunki ular sizni skillingizdan ko'ra tilni muhim o'rinda qo'yadi. Shu koreys tilini yaxshi o'rganishni boshladim. Uni olgandan keyin ikkinchi o'rinda CV'ni to'g'irlashi. CV rezyumelarni yaxshilab professional formatda to'g'irlash o'rgandim. Koreyslarda endi har davlatda boshqacha deb o'ylayman. CVlarning tuzilishi, Koreyani masalan tuzilishi, rezyumelarni taxlashi shulardan o'rganib chiqdim. Zo'r. Hozir endi ishni qachon boshlading shunda? Sen o'qib yurgan vaqting part-time ishlashni boshlaganmisan? IT yo'nalishida yo boshqa ish etganmisan? Birinchi Koreyaga borib o'qishni boshlaganimda oddiy aytadilar, vida aytiladi, arbeit, ya'ni Soat boy. soat boy ishlar, masalan, kun boy ishlar bo'ladi. Shulardan boshlaganman. Menimcha har bir Koreyaga borgan student shundan boshlaydi. Borgandan IT ishlarga kirib ketish, shunday networking topish keyinroq deb o'ylayman. Boshida shunday pochtalarda ishladik. Keyin masalan, даже qurilishgacha ishlasa bo'ladi, lekin hech kimga tavsiya bermayman bo'ladi dedim, chunki ular noqonuniy. Immigratsiya tarafidan ko'p bolalar qo'lga tushib, shunday deportatsiyagacha olib borildi ishlar. Chatoq. Maslahatim, Koreyaga уже kelishdan oldin yaxshi bir professionalni kasb tutish kerak. Dan shuni ustida yaxshi fundament qo'yib, keyin borish kerak deb o'ylayman. Shuning uchun ITga keyin part-time kichkina proyektlarni olib ishlab boshlagan vaqtim bitiraverishimda, ya'ni senior student vaqtim boshlaganman. Chunki semestr vaqti o'zingizga fokus berish qiyin bo'ladi. Bir tarafdan finance tarafingizni o'g'irlashingiz kerak, rent bor, yashab turish, ya'ni apartment nelarni to'lash kerak bo'ladi, filani. Shularni natish uchun o'zingizga bo'lgan fokus kam bo'ladi. Faqat ishlaysiz institutdagi institutni sistemasidan chiqman holda. Institut sistemasini o'qisiz, faqat ishlaysiz oddiy. Tipa sizni creativity keyin yana o'zingizga bo'lgan yondashuvni o'ldirib qo'yadi bu narsa. Shuning uchun o'zimga nima desam bo'ladi. Spesialniy отдельный semestr oldim. Planlashtirib shuni. Men o'zimga shunday maqsad qo'ydim. Shu 6 oy mobaynida ishga uncha fokus qaratmay, ishga bir 20% ish, o'zimga xarajatlarim uchun, 48% полный self study. O'zimga yo'nalishim bo'yicha. Hozir aytganingning 3 dona narsani tutish, bu balanslash qiyin bo'lsa kerak. To'g'ri. Shuning uchun bola tanlash kerak. Men to'g'ri kam ishlayman, kam narsaga erishaman, lekin asosiysi o'zimni malakami oshirib olaman, o'rganib olaman, yangi malaka, skill degan ma'no yaxshi ekan. Uchini bir olish qiyin deysan. Yo'q, вообще 3 samchala bo'lib qoladi. 3 samchala bo'ladi. Men ishlayman, ham o'qiyman deb maqsad etib bolalar masalan ko'psini ko'rib turibmiz, ikkisini ham yaxshi eplamagan. Chunki o'qiyman desa ishga olib ketadi, ishlayman desa yana o'qish. Birisini tanlash kerak. Qo'shimcha semestr o'zimga oldim deganingni tushuntir, balkim life hack bo'lib, bizlar bolalar ham shuni planlashtirar. Ha, ko'psini haqiqatdan life hack, to'g'risini aytaman. U narsa nima beradi? Sizga yaxshiroq erkinlik beriladi. Chunki siz institutda masalan 5 kun boradigan bo'lsangiz, 1 kun borasiz. Chunki bir semestr sizda bir kurs yoki 2 kurs olasiz. Men qo'shimcha nishat topshiriladi-mi? Men shuni 2 semestr oldin planlashtirib borishlarni maslahat bergan bo'lardim. Masalan, 130 kredit bilan bitirish kerak bo'lsa, ya'ni eligibility 130 kredit bo'lsa bitirish uchun. Men 127 kredit aytganman. 8-semestrgacha. Qarasak 3 kredit yetmay turibdi bitirib diplom olishim uchun. Institut tarafidan qo'shimcha semestr ajratiladi. Masalan, shu 3 kreditni kam o'qib olaman. Bir fan atib, shu semestr mobaynida haftada 1 kun bo'ladi, 2 kun qo'yib beradi. Shuni atib borib, tipa bir fanni o'qish, bar yengillik 5-6 fan o'qigandan ko'ra. To'g'ri. O'zingizga ko'proq vaqt qoladi. Self study etasan. Ha, self study. Zo'r. Ko'p vaqt qoladi. Ajoyib. Ko'plar tavsiya berib o'taman 9-semestr olishni qo'shimcha. Endi men ko'p o'quvchilar bilan gaplashgan vaqtimda o'sha Global Minds projektni maqsadi aytaylik 10-11-sinfda bolalarda IELTS bor, ko'zlari yonib turibdi, Koreya, Yevropaga ketchak. Men shu vaqtimda o'tirib suhbatlashaman-da ular bilan. Birinchi karyera maslahatlarini beraman. Maqsading nima o'zi, qaysi sohadan ketishing mumkin? Fakultet to'g'ri tanladingmi deb aytaman. Ular o'ylamaydi. Masalan, Amerika borishni o'ylab oladilar-da. Xo'p, Amerikaga borgandan keyin nima degan savoli, masalan, bermaydilar yo qo'rqamilar. Beraslari kelmaydi. Men shularga savol beraman, maqsadim
ular 3-kursda yo 2-kursda o'zini sohasida ishlashi. Endi sen bu bo'yicha o'zingning fikringni ayt. Yana Nodirbek dim yaxshi misol. ITshnik bo'lib, Koreyada oxirgi semestrda ishlab, yana 4-kurs vaqtida ishlab, senior. Keyin yana qolib 2 yil ishlagan. Ko'chani mehnatini aytgan emas, to'g'rimi? Dastavka, hot-dog, mashina yuvishni aytmagan, programmist bo'lgan. Programmistmi u yo boshqa narsami? Sen shuni ham aytib o't. Xo'p, meni yo'nalishim asosan ko'proq network engineeringga fokus etib o'taman. Chunki buning ichida sohalar ko'p. Masalan, network engineer deganim bilan ham masalan installation bo'ladi masalan. Network tushuntir, ba'zi bolalar bilmaydi hali buni. Texnik atamaku. Navada network Yo'nalishim shu network engineeringga ko'p fokus berdim. Bu narsa definition ba, navda yana network. Tarmoq. Xo'p. Ya'ni kompyuter kabellarni ulashmi, u bir tushuntirib ayt. Masalan aytaylik, masalan shu bizlar podkastimiz ham YouTube'ga ketib turibdi deylik. Shuni upload etishi bor, masalan YouTube'ga yuklashi bor. Shularning hammasi internet orqali, ya'ni tarmoq orqali u bir dunyoning chekkasindagi bir cloud serverga borib yuklanib, masalan shuni sizlar ko'rib o'tirsizlar deylik. To'g'ri. Shuni hammasini internet kerak. Agar internet ya'ni tarmoq bo'lmasa, bu narsalar iloji yo'q edi. Tushunarli. Xo'p, dasturchidan ko'ra tarmoq tanlagansan, shu birinchi Ubuntu ustozing qiziqtirgan bo'lsa kerak shuna. Endi bu ustozim ko'proq meni kiberxavfsizlikka qiziqtirdi. Lekin kiberxavfsizlikka birdan boshlab ketish uchun banda fundamental ketish kerak. Ya'ni networking bilish kerak. Networking ya'ni tarmoq administratorligini, IP adreslarni, masalan, routing protokollarni bilmasa, cyber securityga girish bu imkonsiz. Birdan 10 sakragandan bo'ladi-da. Masalan, etap gitmaydi bu narsa. Shuning uchun ko'pchilik maslahat berdi. Başını basiclardan başla, networkingdan başla, protokoldan o'rgan, Linux o'rgan, serverni o'rgan. Shu narsalarni boshladim. Keyin xudo xolasa keyingi rejalarim shu OSCP, ya'ni yaxshi donorlik sertifikati CCNAdan keyingi katta o'rinda turadi. Kiberxavfsizlik bo'yicha offensive security tarafidan beriladi. Shu hujumlarga qarshi. Shunga harakat xudo xolasa. Молодец. Xo'p, endi sen shu sohani o'rganding, shu sohada ishga girding, to'g'rimi? Keyin aytding, koreys tilini o'rganib Koreya kompaniyaga girdingmi yo xalqaro kompaniyaga girdingmi? Xalqaro kompaniyaga girdim. Chunki koreys tilini yaxshi o'rganib boshlaganim bilan ham uning pro speaking darajam yo'q edi. Tak levelim baribir yaxshi o'smadi. Chunki o'zim passion bo'lmaganman koreys tili haqida o'rganishga. Shuni hisobina chet eldagi kompaniyalarning filialida, masalan, Amerikani Emerson kompaniyalari bo'lgan Koreyada, Seulda. Keyin yana bittasi Novartis. Ya'ni Novartis kompaniyalari, ya'ni medical kompaniyalar ko'p bo'lgan edi chet elda. Chunki US ning medical servislaridan Koreyada ko'p talab bor. Shuning yaxshi katta gigant kompaniya bo'lgan sifatida yaxshi pul to'laydi. Ya'ni US nada currencyda emas. Menda hozir bir na bordan tendensiya qaragan olsak, bolalar aytaylik Inhada o'qiydi. Software engineering deymiz, dasturlashni o'rganib turibdi. Dasturlash bo'yicha ish topish qiyin bo'lishi mumkin, balkim. Lekin tarmoq administratsiyasi, kiberxavfsizlik bo'yicha ko'pincha defitsit bo'lsa kerak. Unsaturated deb bilaman o'zim feldimni. Uning competition kamroq. Ya'ni software developerlar orasida yo AI injenerlari orasida kamroq o'rganiladi bu soha. Ya'ni unchalik competition kam. Shuning hisobina tez chiqib olsa bo'ladi yaxshi ishlari. Endi yana bir savoldan, hozir sun'iychilik kod yozishni boshladi. Bu narsani bir e'tibor olish kerak. Senior developer bo'lsangiz yoki mid plus bo'lsangizlar, prosta dasturlash konsepsiyasini tushunasan. Masalan, arxitekturasini tushungandan keyin sen sun'iychilikka komanda berib bilasan. Agar sen junior programmist bo'lsang, sen hali polni konsepsiyani bilmasang, sun'iychilik nomini yozsa, xo'p deb ketishing mumkin. Shuning uchun juniorlarda muammo bo'lishi boshlaydi. Bundan buyonana. Shu vaqtida agar sizda texnik tarafdan shu kabellar, sistema, operatsion sistemaga qiziqish bo'lsa, albatta sistema administratorlik yoki networking sohani tanlashingiz maslahat beraman rostdan ham. Chunki bu narsa AI orqali bari men ishonaman. Yaqin 100 yillikdan AI orqali replacement bo'lmaydi. Chunki bu hardware to'g'rimi? Jismlar bilan bog'liq. Agar to'g'ri bo'lishi mumkin, configurationlarni masalan AI to'g'ri kod yozib, pushatib berishi mumkin devicelarni. Lekin bir AI kelib yo bir robot kelib kabel tikmaydi. Masalan, bir kabellarni
polniy pini Lekin 100 yilda bo'lishi mumkin. 100 yilda berding. Ancha 15-20 yilda bo'lishi mumkin. aniq prognoz aytavermayman, lekin meni expectationim bo'yicha shunday narsa. Hali jon saqlaydigan kasb bu masalan. Hava yaqin yillikda, kelajakda hali Zo'r. ko'zim yetadi. Xo'p, endi masalan bolalar aytdi, Nodir aka siz zo'r ekansiz. Men ikkinchi kursman, Inxadaman yoki Polshadaman, bilmayman, Yevropadaman. ITga qiziqdim. Men ishga kirib ketib bilimman-ku. Navda ish boshlasin ular. Xo'p, boshida bizada ish boshlashdan oldin nima desam bo'ladi? Birinchi yaxshi ko'nikma kerak IT sohasi bo'yicha. Tanlab olish kerak. Masalan, qaysi yo'nalishda ishlajak, aniq aytib olish kerak maqsadni. Agar masalan data center ishlari bor, masalan, server ustanovka etadi. Yo'q, konfiguratsiyada dursin. Просто barish kerak data centerda bir server qo'yish kerak bo'lsa, shuni boradi, hardware bilishadi полный. Buning uchun amaliyot kerak bo'ladi ozgina, lekin shuni konsepsiyasini o'rgansa bo'ladi baribir. Dan shuni hayotda implementatsiyasi bo'ladi. Masalan, data center technician bo'lacak, shuni nelarni o'rganadi, basiclarni, o'zina полный toolkit oladi, instrument, ya'ni shunda ishlash uchun. Dan shu narsani o'qishni boshlaydi. Serverlar bilan ishlashni o'rganadi, ertadan keyin ana uni instrumentlar yaxshi ishlatishni o'rganadi, keyin kabellarni tikishi, ulashni, portlarni o'rganadi. Shular yetib ortadi. Oddiy bir technician bo'lish uchun. Basic Boshlanishini. Boshlanishini level 1 uchun yetadi technician. 3-4 oyda bemalol o'zlashtirsa bo'ladimi? Bo'ladi. Ustoz topish kerakmi buning uchun yo onlayn kurslar yetarlimi? Xo'p, onlayn kurslar yetarli, lekin aniq mentor kerak, chunki navini tanlab o'rganishni halatish kerak. Вообще nima desa bo'ladi, kurslar ko'p, Hamma jurnalist bo'lmaydi. hamma narsadan oz-moz o'rgangan bilan yaxshi yetishib chiqib bo'lmaydi. Aniq bir roadmap kerak. Shu bo'yicha shunga amaliyot bitadigan bo'lsa, net bo'ladi. Aniq bir kasbni egallaydi. Xo'p, xulosa qisqacha aytadigan bo'lsak bu blokdan, demak sizlar sysadmin, networking bo'lishi mumkin yoki data centerlarda technician bo'lishi mumkin. Data center degani hozir trendga chiqqan narsa, chunki sun'iy intellekt shuningdek ko'p resurs talab etadi. Katta trillion dollarlik data centerlar qurilib turibdi-da. Masalan, Amerikada 500 trillion dedilar. Bu eng katta investitsiyadan data center uchun. Chunki sun'iy intellekt zamonida albatta shuning ishlari hardware deymiz, ya'ni qurilmalar, tarmoq, server ishlaridan ish har doim oshib boradi. Men Toshkentda vaqtim ICTVga qatnashganman. O'shada Arabiston va Malayziyaning qo'shma korxonasidan Toshkentda data center qurilyapti. Data Vault degan IT parking hududida joylashgan. Shular katta ambitsiyalari bor, quyosh panellari ishlatib, energiya olib, sun'iy intellekt data center qurib dunyoga satchaqladan, ya'ni masalan OpenAI yoki Google'lar 7000 kasa o'zida resurs bilan foydalanishi mumkin. Gap ular o'zini amallab ketadi, lekin boshqa sun'iy intellekt kompaniyalari bu yerda masalan o'zini narsani deploy etishi mumkin. Shunda aytib o'tildi, talant nechik bo'ladi desa, biz talantlarni o'qitamiz. Shuning uchun hozirdan harakatlaningiz aytinglar deb turibdi. O'zbekistonda bo'lsangizlar ham hatto IT park orqali yoki bir qiziqib shu sohaga kirib ketsangizlar ham bo'ladi. Talab faqat oshadi o'rtoqlar. Defitsit bo'lgandan keyin yaxshi oylik to'lanadi, ishlaringizda garantiya bo'ladi. To'g'ri emasmi? To'g'ri, shu narsa. Yaqin kelajakda men ham ishonaman, shunday yaxshi data centerlar, yana undan tashqari kuchli, yana serverlar qurilishini O'zbekistonda. Lekin men shaxsan shu Koreyada vaqtim, chunki bu уже advanced technology уже bor bu yerda. Har taraflama bu yerda maintenance bo'lib turish kerak, chunki yaxshi qaralmasa data centerlarda yong'in chiqishi masalan, u chiqishi mumkin. Yaxshi UPS, ya'ni nima deydi? Tok tarmoqlaridan yaxshi qaralmasa, bir yerdan zamokaniya chiqib shunday yonib ketishi mumkin. Ularni yaxshi maintenance etib, har kun monitor etib turish uchun güçlü data center technician, shunday network injenerlarimiz kerak. Güçlü talab bo'ladi. Talab yuqori soha xullas. Men yana ikkinchi sayt aytib o'taman. O'zim ham IT ishnik bo'lganim uchun. Birinchisi neda ish boshlash mumkin desam, men bir ideya aytaman-da hozir ko'pchilikka. Startaplar dum o'sib borayotir. O'zbekistonda ham, menimcha Koreyadan ham bor. Sizlar startup eventga borasizlar. IT technician sohasini ozgina qiziqasizlardan. DevOps degan narsani ham o'rganish mumkin. 3-yo'nalish masalan, DevOps degani programmani shu ishlab sog'lomligini tekshirib turadi, xolos. Borasizlardan, men ish sohada internship atchakman, borman, men mut ishchiman desangizlar, startapga har doim mut ishchi kerak, arzon ishchi kerak-dan, to'g'risi.
asosiy nani olmaydilar, masalan, asosiy mas'uliyat olmaydilar, chunki u katta. Men yordamchi bo'lib praktikant bo'laman, ertang ishlayman desa, shu yerda o'pit oladi, ana bir dona case. Tasavvurat bir startup boradidan 3 oy, 6 oy navdir tajriba oldimi? Undan keyin yo shu yerda oylikka qoladi yoki boshqa yerga ishga kirsan ham CV-sida chiroyli ko'rinadi u narsa, o'pit. Ana bir variant startaplarga qo'shilib olish kerak. To'g'ri, shuni tavsiya etaman. Aniq shuda bir tajriba uchun yaxshi zo'r yo'l deb bilaman shuni startaplar uchun. Buning uchun eventlarga qatnashish kerak. Men har doim aytaman-da, masalan, Qatarga bordim. Qatarda katta eventga qatnashib turibman. Biza Everbestdan chiqqan yoki Xorazmdan masalan Koreyaga ketgan bolalar hech qachon bir tashamadidan shuni eventga qatnashdim, bir de IT kompaniyalar bor ekan deb. Bilmay ular bilan ovoradan. Rivojlangan davlatlarda har doim eventlar bo'lib yotibdi. Katta texnologik kompaniyalar keladi. Shu yerda hatto yangi nelar ham bo'ladi, trade fairlar bo'ladi. Masalan, ishga topshirish mumkin, HR-ni topib olish mumkin, borib qiziqib yaxshi gaplashsa, ular darrov bog'lanib qolish mumkin-da. Ey sen yaxshi bola ekansan, nega o'qiysan? Inqada o'qiyman. Men o'zi ish narsani tayyorlayapman deb ishga topshirib ketish mumkin. Odam bitta ekstravert bo'lib, ya'ni aralashib networking etish kerak-da. Shu asosan networking yaxshi bo'lish kerak deb o'ylayman. Bu networking bu tarmoq emas, texnik emas, prosta odamlar bilan donish bilish. Donish bilish o'zimizda aytganda. Connection ko'p bo'lish kerak. Chunki bu narsa yaxshiroq yo'nalishlari, ya'ni yaxshi vakansiyalar topish ham networking yaxshi yordam etadi. Networking bo'yicha ikkinchi insight aytaymi? Server bo'yicha. Hozir как раз kalama keldi. Biz sun'iy intellekt zamonida o'tayotimiz. Open cloud haqida eshitdingmi? Shuningdek hozir agentlar chiqib turibdi, sizni kompyuteringizga o'rnatasizlar, tekin hamma ishingiz etadi. Kompyuterdagi hamma ishingiz etadi. Lekin o'zingizni kompyuteringizga qo'ysangiz, bu yerda xavf-xatar bor, chunki ma'lum bir daniylar chiqib ketishi mumkin. Shuning uchun Open Cloud chiqqan vaqtida rush bo'ldiki, Mac mini bor-ku menchalla. Mac minini olib ustanovga ketib, shuni ichine o'zini agentini qo'yib, shunga buyruq berib ishlattirdidan odamlar. Amerikada shuning bo'ldi, tendensiya birdan o'sib ketdi. Men ham qiziqib o'zimni shaxsiy agentim bo'lishini xohlaymandan. Keyin yaqinda bir bola bilan gaplashib proyekt berdim-da unga. Men o'sha Open Cloudni o'rnat, agar o'xshasa, hozircha serverda nada qo'yamiz, cloudda, o'xshasa men Mac alamandan shunga deploy etamiz deyman. Masalan, ertang katta ish korxona rahbarlari, tadbirkorlar, zo'r odamlar O'zbekistonda bo'lsin, Koreyada bo'lsin, Yevropada bo'lsin, men o'zimga Mac qo'yamandan, menga agent kerak desam ham, menimcha shunday xodimlar qarasa kerak. Mac sotib olish kerak, IP-larni to'g'irlash kerak, yangi ustanovga ketish kerak. Ya'ni talab oshgandan oshib ketadi bu yoqda. Men ham shu fikrdaman, agar haqiqatan shu narsani odamlar tushunib yetsa, haqiqatan shundan maksimal foydalanishga harakat etsalar, zo'r narsa deb bilaman ishlashi. Ozgina minuslarni aytib o'tgan bo'lar edi. Qani? Beda privacy degan narsadan ozgina voz kechib turishlarimiz mumkin. Chunki biz doğrudan-doğru shunday access berib turibmiz kompyuterlarimizga, uning AI uchun. Bu kelajakda ozgina threat keltirib chiqishi mumkin. Xavf-xatar. Biz shunday minus bor. Zo'r. Endi sen Cisco haqida qisqacha aytib o't. Ciscodan sertifikat olgan ekansan. O'zing bir donishtir Cisconing navligini. Xo'p, biz Cisco katta, menimcha ko'pchilik biladi, gigant networking equipmentlarni, hardwarelarni ishlab chiqaradigan katta manufacturing, ya'ni undan tashqari shuning kurslarni bolalar, studentlari uchun chiqargan kompaniyadayik. Da. Bu Amerikada joylashgan o'rtoqlar Cisco tarmoqlar bo'yicha, ya'ni shu set kabel dislamas data centerlar bo'yicha shunani otasi, shu sohani otasi kompaniya, masalan Apple telefonlar bo'yicha bo'lsa, u polni bo'yicha, networking bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turadi. Huawei menimcha ikkinchi o'rinda bo'lishi mumkin. Xitoyda eng kattasi Huawei. O'zbekiston ham hozir Huawei'ni adaptat turibdi, lekin katta zavodlar Ciscoda ekan hozir ham men surishtirdim. Zavodlar Ciscoda turibdi ekan. Men so'radim, Cisco bo'yicha mutaxassis kerak emaslar desam, aytdi biz Ciscoda o'tiribmiz dedi-da. Shuning uchun shuning kompaniyani sertifikatlari bor o'zini, shundan sertifikat olsang pog'ona ketiladi. Shu bo'yicha Nodirbek Cisco sertifikatini ham olgan ekan. Ishga kirishda yordam berdimmi? Katta yordam berdi deb o'ylayman. Chunki bu sertifikat doğrudan-doğru ishga kirmaydi. Lekin siz outstanding atib boshqa applikantlar orasida ajratib turadi, yuqori tutib turadi. Masalan, bir vakansiya bo'ldi deylik. Masalan, junior network engineer bo'lsin. 100 ta applikant topshirgan bo'lsa, shular orasida sizda sertifikat bo'lsa, masalan, CCNA certified bo'lgan bo'lsangiz, sizga intervyu olib boriladi sertifikat. Boshqalar orasida. Sho'rinda ustunlik beriladi. Demak, birinchi marta ishga qabul qilingan vaqtini aytib ber, balkim shu ya'ni 2-3 kursda o'qib yurganlar uchun bu insight bo'lishi mumkin-da. Hop,
ikkinchi uchinchi kursda masalan endi tak bu yeri muhitini masalan mana joyini yaxshi joylashib ketgandan keyin bemalol o'zini ustida ishlashi ko'p vaqt ajratib olishi kerak deb o'ylayman. Masalan men shunday vaqtda kichkina loyihalar bilan ishladik, proyektlar bilan. Unda prosta oddiy borib masalan data center tashrif buyurib, shu yerdagi bir serverni RAM-ini almashtirish kerak bo'lgandi deb o'ylaylik. Shuni aytganman. Ha, bir HP server bo'lgan. Shunda 2 dona RAM-ni operate etmaydigan yaxshi. Men shularni unmount etib, bani ochib, troubleshoot etib, polni ochib qo'yib berganman. Masalan, oddiy ishday bunday qaraganda, uni keyin bilim, tajriba talab etmaydi. Shuni ishladan boshlaganman. To ibnning Koreyaning bir gigant SK telecommunication kompaniyasi bor. Shu data centerni olib borgan shudan boshlab. Demak, shu yerda bir ish aytganingga keyin yana aytib o'tding, LinkedInga qo'ygansan aytgan ishlaringni. Tamam. Shuri o'zinda, ya'ni ish beruvchi rekruterlarning nigohini tushib qolgansan LinkedIn. Обязательно LinkedIn ishlatinglar, professional hayotda sizlarga ish topishlaringizda networkingni zo'r etishingizga yordam beradi har doim. Yaxshi platforma. Demak, biza formatimiz, vaqtimiz chegaralangan bo'lgani uchun endi biza qisqa savol-javob, blitz savollarga o'tamiz va keyin yakunlaymiz. Undan burun savollar bor ekan. Tak, endi yakuniy bosqichda qisqa savollar beraman. 17 yoshli Nodirbekka nima maslahat berasan? Ya'ni 3 masalami yo? Koreys tilini o'rgan. Yo'q. 17 yoshli Nodirbek bo'lsa, maqsadni aniq etib olishni. Stabilni. Masalan, menda ko'p bo'lgan o'zim aldingi xatolarimni hali endi afsuslanaman, lekin to'g'ri yaxshi tajriba bo'ldi. Menda bir professiyadan ikkinchi professiya o'zgarish, undan bundan sakrash ko'p bo'lgan. Bu narsa ko'proq vaqtdan olib qo'yadi, ko'p vaqtingizni yo'tkazasiz. Keyingidan aytgan harakatlaringiz tak oddiy o'zingiz uchun tajriba bo'lib qoladi, lekin baribir ertaga ishlatib olmaysiz uni. Tushunarli. Maqsadni aniq qo'yish kerak. Maqsadni aniq qo'yish kerak. Kelajakda o'zing neda ko'rasan? Nima ishlatib yurgan bo'lasan? Kelajakda xudo xolasa maqsadim Cisco'ni ambassadori bo'lib, shu NOC, ya'ni Network Operations Center lavozimida ishlashni senior darajada. Zo'r. Bizlar podkastimiz Global Minds shu chetda o'qiyman degan bolalar, ular ota-onalari hisoblanadi. Ularga shu bir yorta maslahating bo'lsa, aytadigan gaping bo'lsa. Xo'p, chetda o'qiydiganlar, masalan, hozirda ya'ni o'zini hali aniq maqsadini, yo'nalishini topolmaganlar bo'lsa, shu narsaga qiziqib ko'ringlar, shu yo'nalish bo'yicha, chunki sizlarda aniq bilaman, vaqt chegaralangan bo'ladi. Chunki ko'p ota-onalar baladan kutadi, sirazi o'qishni diplom olgandan keyin ishga joylashib ketishi kerak degan narsa. To'g'ri, endi ota-onani kutishi, lekin men o'ylayman, shu student uchun ozgina vaqt kamida 1 yil ajratib berish kerak, ya'ni o'zini qo'yib berish kerak yo'nalishini. O'zini yoqqan professiyasi bo'yicha ishlash kerak deb o'ylayman. Buni jolly pressure, ya'ni bosim o'tkazib, sen ibning bo'lishing kerak, sen ishla deb talab qo'yish noto'g'ri deb bilaman. Tushunarli. Endi blitz savollarni beraman. Qisqa savollar, qisqa javob bersang bo'ladi. Networking yoki dasturlash, Cisco yoki dasturlash? Cisco. Koreyada yoki O'zbekistonda o'qish? Koreyada. Koreyada yoki O'zbekistonda ishlash? Koreyada. Ingliz tilidan 7 yorma harakat etishmi yoki qanaqadir texnik ko'nikma o'rganish kerakmi odam? Yo, shu vaqtida, abituriyent vaqtida. Abituriyent vaqti endi sal qiyin savol bo'ldi. Ikkisini ham iloji bo'lsa olish kerak, lekin maqsad til bo'yicha mutaxassis bo'laman desangiz, to'g'ri CV-ni ko'taring, lekin agar technician yoki injener bo'laman desangiz, texnik taraflarni B2 bilan, ya'ni 7-6 yorim bilan bemalol ishlash kerak. Men shu tarafdorman, to'g'risi. GPA yoki tajriba? Tajriba. Bir kitob tavsiya etilasanmi? Qaysi yo'nalish bo'yicha masalan? Aytishnik bo'laman deyman, yaxshi student bo'laman deydigan odamlarga yoki muvaffaqiyat kaliti bo'yicha liboy bir kitob. O'zim uning shaxsiy, ya'ni psixologik, uning o'sish bo'yicha kitoblarni uncha o'qimaman, to'g'risi albatta. Uning kitob o'qigan odam uning kitob o'qiman, lekin ko'proq texnik sizga bir narsa, ya'ni hayotda o'rgatadigan kitoblarni o'qiman. Tavsiya etgan bo'lar edim. Shuning kiber xavfsizlik, networkingga qiziqib yurganlari shuning kitob bor, Ghost in the Wires degan. Ya'ni kabellardagi ruh, ya'ni masalan akadion paketlar
biza paket deymiz, internet paket, ya'ni bu tarmoqda kabelning ichida tipa buni jonli ko'rsatgan, bu точкаdan bu точка, ya'ni ping barib respons qaytish. Zo'r. Shuni. Qaysidir bir YouTube kanal bormi tavsiya etiladigan? Jeremy'ni IT Lab kanalini tavsiya etgan bo'lar edim YouTube bo'yicha. U sizga Cisco CCNA 200-301 sertifikatini полный fundamentalni, ya'ni boshidan to siz exam levelgacha foundation sifatida, qo'llanma sifatida ishlasangiz bo'ladi shu darsliklarni. Rahmat. Global Minds loyihasi uchun bir fikrlaring bormi? Endi men ham bu narsaga tozaman, yangiman. Bu yaxshi loyiha qo'yibdi ekansizlar shunday narsaga. Shuda meni bu yerga taklif etganlaringiz ham oldin rahmat kattakon shunday organizatsiyachilari. Shu narsani loyihani hali keyingi yaqin kelajakda, ya'ni yaqin balkim 1-2 yillikda bo'lar. Shuni ustida ya'ni rivojlanib, yana shunday chet o'qib kelgan balkim shunday tajribasi bor odamlar bilan suhbat, podkastlar o'tirib, ya'ni communityni sal kengaytirish, uni yana boshqa yerga donitirish ham tarafdoriman. Zo'r. Ma'lumot uchun aytib o'taman. Global Minds o'zini 2 maqsadni aytgan. Birinchisi shu chetga ketadiganlarga maqsad qo'ydirish, ya'ni asl maqsadiga erishib olish, aniq nuqtani tutib shuni mahkam fokus etish. Ikkinchisi, grantga kirish uchun akseleratsiya dasturimiz bor. Amerikada, Yevropada top universitetlari yoki Koreyada girish uchun o'zini полный portfoliosi, GPA'si, motivatsiya xati, projektlari, hamma narsasini biza o'rgatib ularga grant o'tishini yordam berish maqsadida proyektni boshlab berganmiz, launch etganmiz. Xudo xolasa birinchi nala уже qabullar qilindi. Bu da как volunteerskiy community based bo'ladi-da asosan. Lekin boshida turamiz, o'zlamiz o'rgatamiz bolalarga chetda grant o'tib, natishi, ketishi. Shu ishni boshlab berganmiz, xudo xolasa. Tomoshabinlarimizga bir e'lon. Nodirbek o'zining loyihasi bo'yicha kurs boshlayotir. Tajribalari boy bo'lgan. Men o'zim bilganimcha aytib beraman. Ya'ni Koreyada o'qib yurgan bo'lsangiz yoki Yevropadamisiz, shu sohani tanlajak bo'lsangiz, onlayn va keyinchalik offline kurs ham tashkil etadigan, sizni tarmoq administratori qilib o'qitadi, tarbiyalaydi. Shu haqida o'zing aytib bersang va prezentatsiyangni ko'rsatib o'tsang. Xo'p, shu aytganingizdek, bu 3 oylik qo'ydim birinchi kursni. 3 oylik foundation bootcamp bo'ladi. Bu kurs davomida xo'p, nimalarni o'rganamiz? Hozir sizlarga qisqacha aytib berishga harakat etaman. Xo'p. Bu 3 oylik professional kursda biza navon ichine oladi, network engineering ichine oladi, IT support, keyin sysadmin, keyin oxirida career placement bo'ladi. Ya'ni shu soha bo'yicha o'qib, shunday ko'nikmalar hosillatib olgandan keyin studentlarni shunday biza test atamiz, ya'ni mock intervyular o'tkazamiz, shunday CVlarni to'g'rilaymiz, to nega chiqincha masalan. Shu intervyular bilan shu technical savollarni qo'rqmay javob berilishinacha. Keyin bular intervyudan o'tgandan keyin yaxshi kompaniyalarga shunday joylarga xudo xolasa full time bo'lsin, project based bo'lsin, shunday ishlarga o'rnashtirib qo'yishadi. Harakat etamiz 100%. Zo'r. Bu kurs pulli bo'ladi axir. Albatta pulli bo'ladi, chunki katta mehnat, bu yerda Ciscodan dunyoviy sertifikat olgan Nodirbek va tafsilotlari bilan o'zini aloqa chiqasizlar. Biza linkda nelar qoldiramiz descriptionda, ya'ni pastda Nodirbek bilan chat bog'lanish bo'yicha ma'lumotlar qoldiramiz. LinkedIn va Instagramlarni videoda aytib o'tamiz. Yodlaringizdan chiqarmanglar, IT katta soha, bularning ichida shu tarmoq administratori yo'nalish ham bor, ya'ni o'sib botirgan deb aytdik. Shuning uchun men tavsiya etaman, shaxsan tavsiya etaman, kelajagi bor soha. Qiziqsangizlar o'qib olinglar. Nodirbek Koreyada amerikanskiy kompaniyalarda 2 yil tajriba olib, katta ishlarda ishlab, zo'r daromadlar qilgan yigit. Bizlar qo'limizga tushib qoldi. Endi foydalaninglar. Hammangizga rahmat, sog' bo'lasizlar.